Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Mana bu bahorda o'tkazish, danalarni o'tkazish anaqasini ko'rsatib o'tamiz. Mana kamerachimiz yaqinroq olib keling. Mana shu qo'limdagini ko'rsatib beraman menga. Xo'p, buni ko'rib turgan bo'lsani mana shixlashni boshlagan. Mana shixlaganlarni qo'limda olib ko'rsatib qo'ying, Matlub aka. Mana shixlaganlar mana. Mana agar ko'rib turgan bo'lsani, hop, buni endi majburiy xud biz shixlatganmiz, uyutdik. 5 sotka, 6 sotka uyutdik-da, yana qopga olib qo'ydik, qumlamadik. Shu holatda turibdi. Menga bering kamerani. Hop, yana tashash shu oldingi stil. Yaqin masofada tashab chiqiladi. Buni biz hayotiy tajribamizda qo'llab ko'rmaganmiz. Kimdir buni mag'zini o'zini uyutib ham ekishadi. Mana shu darajada yorilgan. Mana. Mag'zini o'zini ham ekishgan joylari bor. Bahorda ekkaningizda ustini depsab tashlashingni ham tavsiya beraman. Sababi mana bu holatda qolsa, tuproq bo'sh qoladida, havo kiradi. Keyin juplama qilib sug'orib yuborish kerak. Qolgan ishlovlari kuzda ekilganga qaraganda bahordagina rasxat ko'proq bo'ladi. Suvni ko'proq berish kerak. Begona o'tdan tez tozalab, ozuqa biz kuzda ekkanimizga 2 marta bersak, bunga 3 marta berish kerak.